Alloh taolo o'zining solih bandalari uchun juda suyukli zot. Allohni chinakam yaxshi ko'rgan inson Alloh yo'lida qiynalsa, bu qiynoqlarga e'tibor bermaydi. Bilol radhiyallohu anhuni qizigan toshlar bilan azoblashar edi. U kishi bu qiynoqlarga e'tibor bermasdilar, balki takror Alloh yakka yagona zot deb aytardilar. Urva ibn Zubayr rahimahullohning oyoqlarida gangrena boshlanadi. Tabiblar oyog'ingni kesmasak bo'lmaydi deyshadi va sharob ichsang og'riqni kamroq his qilasan deb aytishadi. U kishi yo'q, sharob ichmayman, balki namoz o'qiyotgan vaqtimda oyog'imni kesinglar deb aytadilar. Namoz o'qiyotganlarida qalblari butunlay Alloh bilan bo'lar edi. Hatto qattiq og'riqni ham sezmay qolardilar. Allohga bo'lgan muhabbati cheksiz bo'lgan inson a'zosi kesilsa ham, o'tda kuydirilsa ham dod-voy solmaydi. Tushkunlikdan o'zini yo'qotmaydi. Chunki uning qalbi Alloh bilan. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu mushriklar tomonidan qatl qilishi uchun dor ostiga olib kelinganlarida aytganlar: "Dinim uchun etilsam qatl, g'am qilmayman dunyoga axir. Chiqsa jonim Robbim yo'lida, qo'rquv yo g'am ne qilur menda? Xohlasa u berar ajr savobin, har bir tanam olur o'z mukofotin." Allohni tanigan, chin yurakdan Allohni yaxshi ko'rgan inson ana shunday bo'ladi. Alloh undan rozi bo'lsa, odamlarning g'azab qilishiga e'tibor bermaydi. Bor e'tibori Alloh bilan o'zining orasini isloh qilish bo'ladi.